Kafelar yopilib ketganda mana ham qo'lim bo'shab ketuvdi. Assalomu alaykum. Ismim Ma'ruf. Halidayam 32 yoshdaman. Xo'p, A nuqtadan B nuqtaga borish hamda planlarni strategiya qilib rivojlantirishni o'rganish uchun kelganman. Oxirgi 13 yil ichida oddiy xodimdan rahbargacha o'sish yo'lini topganman hamda o'zimni ishlarimni chuqurroq o'rganib, undan keyin shunaqa fikr kelganki, nima uchun hamma vazifalarni bilib o'zing biznesni boshlamaysan, rahbar ham bo'lding, rahbar bo'lib ancha rezultatlarni ham ko'tarding deb fikr keluvdi. O'shanda o'zimni biznesimni boshlaydim. Bu oddiy kafe edi. O'sha kafe 20-yilni 19ni oxirida boshlab 20-yilni yozigacha cho'zildi. 8 oy ichida o'sha hamma kiritilgan investitsiyani qaytarib olib, уже 0 точка невозврата deganda, точка безубыточности degan joyga yetib kelganimda уже Covid boshlandi. Undan keyin hamma kafelar yopilib ketganda mana ham qo'lim bo'shab ketuvdi. Undan keyin yana qaytadan rahbariyatlikka ishga kiruvdim. Undan keyin 1-2 yil o'tgandan keyin harakatlarimni qaytadan boshlashga o'ylab reja qilib qo'yuvdim. Bu atrofda Real Consulting biznesi akademiyasi bilan tanishib qolganimda, Ilhom aka bilan tanishib qolganimda kurslari bor haqida ma'lumot tushdi. Insonlardan yanada bilim olib, yanada o'sha rejani qaytadan tuzishga niyat qildim. O'shanda hozirgi holatda bor bilimimni A точка desak, u prosta boshda shunday olib yurish hisobida bo'ldi. Tasavvur qilinglar, maktabga boradigan bolani. Orqasida bir 15 ta kitobi bor, lekin hech qachon ochmayapti o'sha portfelini, ryukzakni olib yuradi, lekin og'ir yurish. Og'ir, chunki kichkina u, lekin 15 ta kitob og'ir u uchun. O'sha uchun qanday qilib o'sha ryukzakni olib har bitta kitobni ochib o'z polkasiga qo'yishni reja qilib o'rgandim. Shu akademiyada, shu kursda. Endi o'sha bilimlarni rivojlantirish uchun, ishlatish uchun oxirigacha kurslarni tugatib, yangi biznesni ochishga niyat qildim. Ilhom akaga hamda Real Business akademiyasiga katta rahmat demoqchiman.